İşimizi başlaymayız vatandaş. Devamı. Endiki mavzumda çizler 2022 yıl 7. ayına 30. güne vatandaşım. Washington Post'su gazeti. Muhbir munda qaşqarıldı. Nancy Pelosi paraz qilishimcha kelar hafta Tayvanni ziyorat qiladi. Mavzuli xabar 7. ayning 29. kuni Vanbet orbitida e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasi palata boshlig'i Nancy Pelosi 7. ayning 29. kuni vakillar ummigini boshlab Osiyoga ziyoratga chiqdi. Yaponiya, Koreya, Malayziya ve Singapur qatorliq davlatlarni ziyorat qiladi. Tayvanni ziyorat qilish sal kechikib qaror qilishni kutib turdi. Lekin butun dunyoning diqqati qo'zg'aldi. Washington Post'si gazeti muxbiri Rogan Twitter'da xabar oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Nancy Pelosi kelar hafta Tayvanni ziyorat qiladi. Demek Washington Post'si gazetining maxsus Xitoy yozuvchisi ma Rogan ham muxbir ham maxsus Xitoy yozuvchi Rogan apandi nima deydi qarang ha. Washington Post'si gazeti muxbir Rogan Twitter'da xabar oshkorlab mundaq ko'rsatdi. Nancy Pelosi kelar hafta Tayvanni ziyorat qiladi. Tamam. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi Amerika Sharq vaqti 7. ayning 29. kuni soat 12 dan 13 minut o'tganda haftalik muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Tashqi dunyo ya'ni Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilamdi deb tikilib turganda Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi bexatarlik omili tufayli aloqador masalalardan o'zini qochirdi. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palata Tashqi munosabatlar komiteti a'zosi Cumhuriyetchilar Partiyasi mansubi Michael McConnell 7. ayning 27. kuni Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi'ning Davlat Majlisi a'zolaridan bir necha nafar kishini taklif qilib, birlikda Tayvanni ziyorat qilmoqchi bo'lganligini dalilladi. Bunun için Tashqi munosabatlar komiteti Avam Palata Tashqi munosabatlar komitetining raisi Rogers Maxim var. Washington Post'si gazeti muxbiri Josh Rogan 29. kun Twitter'da fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. Diplomatlar bana shundoq aytib berdi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi kelar hafta, ya'ni oldimizdagi hafta, bugun shanba, yakshanba, dushanbadan boshlab oldimizdagi hafta 8. ayning 1. kuni ozodlik armiya qurilgan kun bo'ladi va o'g'illikka. Diplomatlar bana bundoq aytib berdi. Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi kelar hafta oldimizdagi hafta Tayvanni ziyorat qildi. Bu mezgil Osiyoga ziyoratga chiqishning dastlabki bosqichi bo'lib hisoblanadi, dedi. Washington Post'si gazetining muxbiri ham maxsus Xitoy yozuvchisi Josh Rogan. Yana bir xabar vatandoshim. Beijing Nancy Pelosi'ning Tayvanni ziyorat qilishi to'g'risida tahdid soldi. Mutaxassislar agar Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qildigan bo'lsa, Amerika armiyasi harbiy aeroplan avatib Tayvanning Songshan aeroportigacha qo'g'dab bordi deb ko'rsatdi. Mavzuda xabar 7. ayning 29. kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Washington Avam Palata boshlig'i Nancy Pelosi'ning 8. ayda Tayvanni ziyorat qilish mumkinligi to'g'risidagi xabar Beijingning qattiq inkosini qo'zg'adi. Jungo hukumati Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qiladigan bo'lsa, Amerika Jungo munosabatiga buzg'unchilik olib keladi vaziyat jiddiylashidu. Jungo qattiq tadbir bilan javob qaytardi dedi.
Mutaxassislar mundaq deyishdi. Jungo hukumati tahdid salganlıqdan agar Nancy Pelosi Tayvanga Avam Palata başlığı Nancy Pelosi Tayvanga ziyaretke baradigan bolsa, Amerika armiyasining F-22 belgili kurash aeroplan Ottara atireti Avam Palata başlığı Nancy Pelosi olturgan harbiy aeroplanni qo'g'dab Tayvandan Songshan aeroportiga qadar billa yetib keldi. Bu Amerika ovoz deb berilgan xabar vatandosh. Demek Nancy Pelosi hanım Avam Palata başlığı Tayvanga avvata vali kirib kelsa ziyaret için başta Rogan nim dedi ziyaret kıldı keler yaptı dedi üzüp etti. Vakit bugün etinin şidikidek duramdı değil mi vatandaşı? Demek Avam Palata başlığı Amerika Qo'shma Shtatları Nancy Pelosi hanım Tayvanga ziyaret kılsa F-22 belgilik otur etret harbiy aeroplan qo'g'dab Tayvanning Songshan aeroportiga qadar uçup baradi deyildi xabarda. Bugungi bu üç parçalik şeyimizin sizende Washington Post'ning pochtasi muxbiri Roganning gapiga ishondik, uning xabarini angladik. Demak, bu yerda hukm qilamizki, Nancy Pelosi xonim Avam Palata boshlig'i Tayvanni ziyorat qiladi degan hüküm bilen endi bu leksiyalarimizni tushunsangiz bo'ladi vatandoshlar.